Assalomu alaykum hammaga. Xo'p, oldin ham aytganimdek, men hozir ofisimga keldim. Dealershipimni, demak, bannerlarni qo'yishim kerak. Xo'p, agar sizlar shunaqa ish qilayotgan bo'lsanglar, birinchi qiladigan ishinglar agent bilan o'sha kim bergan bo'lsa sizlarga ofisni, kim bilan gaplashgan bo'lsanglar, o'sha bilan gaplashinglar yaxshilab. Nimaga? Chunki, masalan, meni hozir kontraktim dekabrdan boshlanadi. Shunga gaplashdik. Menga yoqqani ham o'sha dekabrdan bo'shar ekan. Ofisim. Lekin menda o'zi inspektiondan o'tishim kerak. Bo'lmasam, inspektiondan o'tishim uchun yana taxminan 2-3 oy vaqt ketadi-da, kontraktim boshlangandan keyin ham. O'shani hisobidan agent bilan gaplashdim, чтобы hamma narsa men bu bannerlarimni, saynlarni qo'yib qo'ysak bo'ladimi? Qo'yib, men inspektiondan o'tiraman, ko'rsatiraman joylarni. Kontraktim 1-dekabrdan boshlanadi. Чтобы men shunda vaqtdan o'tib ketib qolaman, chunki taxminan hozir oktyabr 1 bo'lsa, dekabrgacha hali 2 oy bor. Xudo xolasa agar 2 oygacha men inspeksionni chaqira oladigan bo'lsam, GM inspection, unda o'sha men hali kontraktim boshlanmasdan turib inspeksiondan o'tib ketaman va xudo xolasa o'sha nima deydi, dealer nimamni, litsenziyamni olishga uspet qilib qolaman shu vaqt ichida-da. Menda hech qanaqa yo'qotish bo'lmaydi boradi va sirrazi pul topishim bilan lisens olganimdan keyin to'g'ridan-to'g'ri auksionlarga aksessim bo'ladi va o'tdan nisbatan arzonroq mashina olib sotish imkonim paydo bo'ladi. Yoki odamlarga olib bersa bo'ladi, qanaqadir pul evaziga. Bilan ochishni niyat qilib yurgan bo'lsanglar, avvalambor joyni yaxshilab tanlaylar va agentinglar bilan yaxshilab gaplashinglar. Qanchalik flexible odam, ya'ni o'zimizga o'xshagan, nima deydi, har doim qonun qoida bo'yicha ish qilmaydi. Ozgina bir-ikkita qonun qoidalarni aylanib o'tib keta oladimi, yo'qmi? Agar qonun qoidani aylanib o'tib keta olsa, unda unga ham foydasi bor albatta. Men hozir kamida 6 oylik kontrakt tuzdim, $2000 depozit berdim. U yog'i endi taxminan $400 oylik to'layman. Lekin hozir men taxminan bir kamida 2 oy yutib ketaman, inspeksiondan ertaroq o'tib olsam. Qo'limda tayyor litsenziyam bo'ladi va ofis arendasi boshlanishi bilan men demak oldi-sotdini boshlab olsam bo'ladi. Chunki litsenziyam qo'limda tayyor turgan bo'ladi. Xo'p, mana bu kichkinagina ofisim. Xo'p, bu San-Fransiskoni markaziy ko'chasi, Market Street. Bu yoqdan hattoki oddiy mashina ham yurmaydi. Kompyuter qo'yib, lampa qo'yib, imkoni boricha YouTubega ham video qilishni plan qilmoqman. Nasib bo'lsa, foto setup qilmoqchiman. Mana bu narsalar ilib, neon lightlar ilanaman iloji boricha. Keyin kameralar bilan. Ofis tashqaridan ko'rinish taxminan mana bunaqa. Agar kimdir mashina kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin bo'ladi, xudo xolasa. Inspeksionni o'tib olsam bo'ladi.